qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga, g'azabga qolganlarnikiga ham emas, adashganlarnikiga ham emas. Alif Lam Mim. Ushbu kitob, unda hech shubha yo'q, taqvodorlarga hidoyatdir. Ular g'aybga iymon keltiradigan, namozni to'kis ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qiladiganlardir. Hamda senga nozil qilingan narsaga va sendan oldin nozil qilingan narsalarga iymon keltiradigan va oxiratga aniq ishonadiganlardir. Ana o'shalar Robbilaridan bo'lgan hidoyat uzradirlar va ana o'shalargina zafar topguvchilardir. Albatta, kufr keltirganlar, ularni ogohlantirsang ham yoki ogohlantirmasang ham ularga baribir iymon keltirmaslar. Alloh ularning qalblariga va quloqlariga muhr bosgan va ko'zlarida parda bor va ularga ulkan azob bordir. Va odamlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydiganlari bor. Holbuki ular mo'min emaslar. Ular Allohni va iymon keltirganlarni aldamoqchi bo'larlar. Holbuki sezmagan hollarida faqat o'zlarini aldarlar. Qalblarida kasal bor. Alloh kasallarini ziyoda qildi va yolg'on gapirganlari uchun ularga alamli azob bor. Va qachon yer yuzida buzg'unchilik qilmang deyilsa, biz faqat isloh qiluvchilarimiz derlar. Ogoh bo'lingki, o'shalar buzg'unchilardir, lekin o'zlari sezmaslar. Va agar ularga odamlar iymon keltirganidek iymon keltiringlar deyilsa, espaslar iymon keltirganidek iymon keltiramizmi derlar. Ogoh bo'lingki, albatta ular o'zlari espaslardir, lekin bilmaslar. Qachon iymon keltirganlarni uchratsalar, iymon keltirdik derlar. Shaytonlari bilan xoli qolganlarida esa, albatta biz sizlar bilanmiz, biz istehzo qilayapmiz, xolos derlar. Alloh ularni istehzo qiladir va tug'yonlarida tentiragan hollarida qo'yib beradir. Ana o'shalar zalolatni hidoyatga sotib olganlardir. Bas, tijoratlari foyda keltirmadi hamda hidoyat topganlardan bo'lmadilar. Ular o't yoqqan va u endi atrofni yoritganida Alloh nurlarini ketkazib, qorong'u zulmatlarda qoldirgan kishilarga o'xsharlar. Ular ko'rmaslar. Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Bas, ular qaytmaslar. Yoki xuddi osmondan yomg'ir yog'ib, qorong'i bosib, momaqoldiroq va chaqmoq chaqqanda, yashindan qochib barmoqlarini quloqlariga tiqib, o'limdan ehtiyot bo'layotgan odamga o'xsharlar. Va Alloh kofirlarni qurshab oluvchidir. Chaqmoq ko'zlarini
olib qo'yay deydi. Har safar yorishgan paytida yurib olishar. Qorong'i bo'lsa turib qolishar. Alloh agar xohlasa quloq va ko'zlarini ketkazur. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Ey odamlar, sizlarni va sizdan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qiling, shoyatki taqvo qilsangiz. U sizlarga yerni to'shak, osmonni bino qilgan va osmondan suv tushirib, u bilan sizlarga mevalarni rizq qilib chiqargan zotdir. Bas, bilib turib, Allohga tengdoshlar qilmang. Va agar bandamizga nozil qilgan narsamizdan shubhada bo'lsangiz, unga o'xshash bir sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring, agar rostgo'ylar bo'lsangiz. Bas, agar qila olmasanglar, hech qachon qila olmaysizlar ham, yoqilg'isi odamlar va tosh bo'lgan kofirlar uchun tayyorlangan olovdan qo'rqinglar. Iymon keltirgan va solih amallar qilganlarga ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlar borligini xushxabarini ber. Hargar ularning mevasidan rizqlantirilganlarida avval ham bundan rizqlantirilgan edik derlar. U ularga o'xshash qilib berilgandir. Ularga u yerda pokiza juftlar bor va ular u yerda mangu qoluvchilardir. Albatta, Alloh chivin va undan ustunroq narsalarni misol qilib keltirishdan uyalmas. Bas, iymon keltirganlar, albatta, u Robbilaridan kelgan haqligini bilurlar. Ammo kufr keltirganlar, Alloh bu misoldan nimani iroda qildi, derlar. U zot o'sha bilan ko'pchilikni zalolatga ketkazar va ko'pchilikni hidoyatga solar va u bilan faqat fosiqlarnigina zalolatga ketkazar. Ular Allohning ahdini bog'langanidan so'ng buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni kesadigan, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kimsalardir. Ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Qanday qilib Allohga kufr keltirasizlar? Holbuki o'lik edingiz, u sizni tiriltirdi. So'ngra sizni o'ldiradir va yana tiriltiradir. Keyin sizlar unga qaytarilasizlar. U yer yuzidagi barcha narsani sizlar uchun yaratgan. So'ngra osmonga yuzlanib, ularni 7 osmon qilib to'g'rilagan zotdir. Va u har bir narsani o'ta biluvchidir. Esla, vaqtiki Robbing farishtalarga, albatta men yer yuzida xalifa qiluvchiman, dedi. Ular, unda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan kimsani qilasanmi? Holbuki biz seni hamding ila poklab yod etib va seni muqaddaslab turibmiz, dedilar. U zot, men siz bilmaydigan narsani bilaman, dedi. Va odamga ismlarning barchasini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ko'rsatib, agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, mana ularning ismlarini menga aytib beringchi, dedi. Ular, o'zing poksan, bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta, sen o'zing o'ta ilmlisan, o'ta hikmatlisan, dedilar. Ey odam, ularga bularning ismlarini aytib ber, dedi.
ularga o'shalarning ismlarini aytib bergan chog'ida, sizlarga osmonlar va yerning g'aybini bilaman va sizlar oshkor qiladigan narsalarni ham, berkitgan narsalarni ham bilaman demabmidim, dedi. Esla, vaqtiki farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Bas sajda qildilar. Faqat iblisgina bosh tortdi. Mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Va ey odam, sen o'z jufting ila jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizda bemalol yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar, dedik. Bas shayton ularni undan toydirdi va bo'lgan narsalaridan chiqardi. Va bir-biringizga dushman bo'lgan holda tushinglar. Sizlarga yer yuzida qarorgoh va ma'lum vaqtgacha bahramandlik bordir, dedik. Bas odam Robbidan so'zlarni qabul qilib oldi. Keyin u zot uning tavbasini qabul qildi. Albatta u tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir. Biz undan hammangiz tushing. Bas agar mendan sizga hidoyat kelsa-yu, o'shanda kim mening hidoyatimga ergashsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar, dedik. Va kufr keltirgan hamda oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchilardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni eslang va mening ahdimga vafo qiling. Men ham sizning ahdingizga vafo qilurman va mendangina qo'rqing. Va men sizdagi narsani tasdiqlovchi qilib nozil qilgan narsaga iymon keltiring. Unga birinchi kufr keltiruvchi bo'lmang va oyatlarimni ozgina bahoga sotmang va mengagina taqvo qiling. Va haqni botilga aralashtirmang va o'zingiz bilib turib haqni berkitmang. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering va ruku qiluvchilar bilan ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka buyurib turib, o'zingizni unutasizmi? Holbuki kitobni tilovat qilyapsiz-ku, aql yuritmaysizlarmi? Sabr va namoz ila yordam so'rang. Va albatta u chin dildan qo'rquvchilardan boshqalarga juda katta ishdir. Ular Robbilariga albatta ro'baro bo'luvchi va albatta unga qaytib boruvchi ekanlariga ishonganlardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni va men sizlarni olamlardan afzal qilib qo'yganimni eslang. Bir jon boshqa jondan hech narsani ado qila olmaydigan, undan shafoat qabul qilinmaydigan, undan to'lov olinmaydigan va ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqing. Sizni yomon azoblarga solib, o'g'illaringizni so'yib, qizlaringizni tirik qoldirayotgan oli Fir'avndan qutqarganimizni eslang. Ana o'shanda Robbingizdan ulkan sinov bordir. Va o'zingiz nazar solib turganingizda dengizni yorib, sizni qutqarib, oli Fir'avnni g'arq qilganimizni eslang. Va Musa bilan 40 kechaga va'dalashganimizni, u ketganidan so'ng zolim bo'lgan holingizda
buzoqni iloh tutganingizni eslang. So'ngra o'shandan keyin ham sizni avf etdik, shoyatki shukr qilsangiz. Shoyatki hidoyat topsangiz deb Musoga kitobni va Furqonni berganimizni eslang. Musoning o'z qavmiga: "Ey qavmim, albatta siz buzoqni iloh tutishingiz ila o'zingizga o'zingiz zulm qildingiz. Endi sizni yo'qdan bor qiluvchi zotga tavba qiling. O'zingizni o'zingiz o'ldiring. Shunday qilmog'ingiz sizni yo'qdan bor qiluvchi zot huzurida siz uchun yaxshidir. Bas u tavbangizni qabul qildi. Albatta uning o'zi tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir" deganini eslang. Ey Musa, Allohni ochiq ravshan ko'rmagunimizcha senga ishonmaymiz deganingizni, shunda o'zingiz nazar solib turganingizda sizni yashin urganini eslang. So'ngra sizni o'limingizdan keyin qayta tiriltirdik, shoyatki shukr qilsangiz. Va ustingizga bulutni soyabon qildik, sizga man va bedanalarni tushirdik. Rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan yenglar. Bizga zulm qilmadilar, lekin o'zlariga zulm qilar edilar. Ushbu shaharga kiring va unda xohlagan joyingizda bemalol yeng, hamda eshikdan ta'zim bilan kiring va hittatun deng. Sizning xatolaringizni mag'firat qilamiz va yaxshilik qiluvchilarga ziyoda qilamiz deganimizni eslang. Bas zulm qilganlar ularga aytilgan so'zni boshqasiga almashtirdilar. Bas zulm qilganlarga fosiqlik qilib yurganlari tufayli osmondan qaqshatqich azob tushirdik. Musa o'z qavmini serob qilishni so'raganida, asoying bilan toshni ur deganimizni eslang. Bas undan 12 ta buloq otilib chiqdi. Har bir avlod odamlar o'z suv ichish joyini bilib oldi. Alloh bergan rizqdan yeb ichinglar. Yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang. Ey Musa, bir xil taomga hech sabr qila olmaymiz. Robbingga duo qil, bizga yer undiradigan narsalardan sabzavot, tarrak, sarimsoq, mosh, piyoz chiqarib bersin deganingizni eslang. U Musa: yaxshi narsani past narsaga almashtirasizlarmi? Birorta shaharga tushing, u yerda siz uchun so'ragan narsalaringiz bor, dedi. Ularga xorlik va miskinlik bitildi va Allohning g'azabiga qoldilar. Bu Allohning oyatlariga kufr keltirganlari, nabiylarni nohaq qatl etganlari uchundir. Bu osiylik qilganlari va haddan oshganlari uchundir. Albatta, iymon keltirganlar, Yahudi bo'lganlar, Nasorolar va Sobiiylar kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa
va solih amal qilsa, ularga Robbilari huzurida ajrlar bordir. Ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Ahdu paymoningizni olganimizni va biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va undagi narsalarni eslang, shoyatki taqvo qilsangiz deya ustingizga turni ko'targanimizni eslang. So'ngra o'shandan keyin ham yuz o'girdingiz. Sizga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida, albatta ziyon ko'rganlardan bo'lar edingiz. Batahqiq sizlardan shanba kuni tajovuzkorlik qilganlarni bildingiz. Biz ularga quvilgan, xorlangan maymunlarga aylaning dedik. Bas buni undan oldingilarga va keyingilarga bezdiruvchi iqob hamda taqvodorlarga mav'iza qildik. Musa o'z qavmiga, albatta Alloh sizga bir sigir so'ymog'ingizni buyurmoqda deganini eslang. Ular, bizni ermak qilyapsanmi? Dedilar. U, johillardan bo'lib qolishimdan Allohdan panoh so'rayman dedi. Ular, biz uchun Robbingga duo qil. Uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin dedilar. U, albatta u zot, u qari ham, yosh ham bo'lmagan, o'shaning o'rtasidagi sigir deyapti. Bas o'zingizga buyurilgan narsani bajaring dedi. Ular, biz uchun Robbingga duo qil, uning rangi qanday ekanini bizga bayon qilib bersin dedilar. U, albatta u zot, u rangi sap-sariq, qaraganlarni xursand qiladigan sigir deyapti.
dedi. Ular, biz uchun Robbingga duo qil, uning qanday ekanini bizga bayon qilib bersin. Sigir bizga ishtibohli bo'lib qoldi. Biz Alloh xohlasa albatta hidoyat topuvchilarmiz, dedilar. Albatta u zot, u minilmagan, yer haydash, ekin sug'orishda ishlatilmagan, ayblardan salomat, aralashgan rangi yo'q sigir deyapti, dedi. Ular, ana endi haqni keltirding, dedilar. Bas uni so'ydilar. Sal bo'lmasa qilmas edilar. Bir jonni o'ldirib qo'yib, u haqda ixtilofga tushganingizni eslang. Alloh siz berkitgan narsani chiqaruvchidir. Keyin uni u sigirning bir qismi bilan uring dedik. Alloh xuddi shunday qilib o'liklarni tiriltirir va oyat alomatlarini ko'rsatir. Shoyatki aql yuritsangiz. So'ngra shundan keyin ham qalblaringiz qattiq bo'ldi. Ular toshdek yoki undan-da qattiq. Holbuki toshlarning ichida undan anhorlar otilib chiqadigani bor. Va ularning ichida yorilib, undan suv chiqadigani bor. Yana ularning ichida Allohdan qo'rqqanidan qulab tushadigani ham bor. Va Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Siz sababli iymon keltirishlarini tama qilasizlarmi? Holbuki ulardan bir guruhi Allohning kalomini eshitar, so'ngra uni anglaganlaridan keyin bilib turib o'zgartirar edilar. Iymon keltirganlarni uchratsalar, iymon keltirdik derlar. Bir-birlari bilan holi qolganda esa ularga Alloh sizga ochgan narsa haqida Robbingiz huzurida siz bilan hujjat talashishlari uchun gapiryapsizmi? Aql yuritmaysizlarmi? derlar. Alloh ularning sir tutgani, oshkor qilgan narsalarini albatta bilishini bilmaydilarmi? Ularning ichida kitobdan bexabar, ham xayoldan boshqani bilmaydigan savodsizlar bor. Ular faqat gumon qiladilar, xolos. Kitobni o'z qo'li bilan yozib, so'ngra uni ozgina bahoga sotish uchun
bu Allohning huzuridan deydiganlarga vayl bo'lsin. Qo'llari bilan yozgan narsalari tufayli ularga vayl bo'lsin. Kasb qilgan narsalari tufayli ularga vayl bo'lsin. Va ular olov bizga faqat sanoqli kunlardagina tegadi dedilar. Sen Allohning huzurida ahd oldingizmi? Zotan Alloh ahdiga hech xilof qilmas. Yoki Allohga nisbatan bilmaydigan narsangizni gapiryapsizmi deb ayt. Yo'q, kim yomonlik kasb qilsa va uni xatolari qurshab olgan bo'lsa, ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Va iymon keltirib, solih amallarni qilganlar, ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Eslang, o'shanda Allohdan boshqaga ibodat etmaysiz, ota-onaga yaxshilik qilasiz va yaqin qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga ham odamlarga yaxshi gaplar ayting, namozni qoyim qiling, zakotni bering deb Banu Isroilning ahdi paymonini olgan edik. So'ngra ozginangizdan boshqangiz yuz o'girib, ortga qarab ketdingiz. Qonlaringizni to'kmaysiz va o'zingiz diyoringizdan chiqarmaysiz deb ahdi paymoningizni olganimizni, so'ngra guvohlik berib, iqror bo'lganingizni eslang. Keyin esa siz shundaysizki, o'zingizni o'ldirasiz va bir guruhingizni diyoridan chiqarasiz, hamda ularga qarshi gunoh va dushmanlik yo'lida yordam berasiz. Agar asir bo'lsalar, tovon to'lab qutqarib olasiz. Holbuki ularni chiqarish sizga harom qilingan edi. Yoki kitobning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kufr keltirasizmi? Sizlardan bunday qilganlarning jazosi dunyoda faqat sharmandalikdir. Qiyomat kunida esa eng shiddatli azobga qaytarilurlar. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Ana o'shalar dunyo hayotini oxiratga sotib olganlardir. Ulardan azob yengillatilmas va ularga yordam ham berilmas. Batahqiq Musoga kitobni berdik va uning ortidan rasullarni ketma-ket yubordik. Va Isa ibn Maryamga ochiq oydin mo'jizalarni berdik va uni muqaddas ruh bilan qo'lladik. Qachon bir rasul nafslaringiz istamaydigan narsa keltirsa, mutakabbirlik qilib, bir guruhini yolg'onchiga chiqarib, bir guruhini qatl qilaverasizmi? Va qalbimiz g'iloflangan deyishar. Yo'q, unday emas. Kufrlari sababli Alloh ularni la'natlagan. Bas ozginagina iymon keltirurlar. Ularga Allohning huzuridan o'zlaridagi narsani tasdiqlovchi kitob kelganida, holbuki ilgari kofirlarga qarshi fathu nusrat kutar edilar. Bas ularga o'zlari bilgan narsa kelganda unga kufr keltirdilar. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. O'zlarini sotgan narsa Alloh bandalaridan xohlaganiga, o'z fazlidan nozil qilganiga hasad qilib, Alloh nozil qilgan narsaga kufr keltirishlari qanday ham yomon. G'azob ustidan g'azobga qoldilar. Kofirlarga xorlovchi azob bordir. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga iymon keltiring deyilsa, bizga nozil qilingan narsaga iymon keltiramiz derlar, ondan keyingi narsaga kufr keltirarlar.
Holbuki u ulardagi narsani tasdiqlovchi haqdir. Ayt: agar mo'min bo'lsangiz, u holda nima uchun ilgari Allohning nabiylarini qatl qildingiz? Batahqiq Musa sizlarga ochiq-oydin mo'jizalar ila keldi. So'ngra shundan keyin ham zolim bo'lgan holingizda buzoqni iloh tutdingiz. Ahd paymoningizni olganimizni va biz sizga bergan narsani quvvat bilan oling va quloq soling deya ustingizga turni ko'targanimizni eslang. Ular tingladik va osiy bo'ldik dedilar. Kufrlari sababli qalblariga buzoq singdirildi. Ayt: agar mo'min bo'lsangiz, sizning iymoningiz qanday ham yomon narsaga buyuradi. Ayt: agar Allohning huzuridagi oxirat hovlisi boshqa odamlarsiz, xolis sizga bo'ladigan bo'lsa, bas, agar rostgo'y bo'lsangiz, o'limni orzu qiling. Qo'llari taqdim qilgan narsalar tufayli uni hech qachon orzu qilmaslar. Alloh zulm qiluvchilarni o'ta biluvchidir. Ularning hayotga eng hirs qo'ygan odam ekanini topasan. Shirk keltirganlardan ham ularning birlari 1000 yil umr ko'rishni istaydi. Holbuki o'sha uni azobdan uzoqlashtiruvchi emas. Va Alloh ularning qilayotganlarini ko'rib turuvchidir. Aytki: kim Jabroilga dushman bo'lsa, albatta u Qur'onni sening qalbingga Allohning izni bilan o'zidan oldingini tasdiqlovchi va mo'minlar uchun hidoyat va xushxabar qilib olib tushdi. Kim Allohga, uning farishtalariga, rasullariga, Jabroilga va Mikoilga dushman bo'lsa, albatta Alloh kofirlarning dushmanidir. Batahqiq senga ravshan oyatlarni nozil qildik. Ularga faqat fosiqlargina kufr keltirurlar. Har qachon biror ahd qilsalar, ulardan bir guruhi uni buzaveradimi? Yo'q, ko'plari iymon keltirmaslar. Allohning huzuridan ulardagi narsani tasdiqlovchi rasul kelganda, kitob berilganlardan bir guruhi xuddi bilmagandek Allohning kitobini ortlariga qarab otdilar. Va Sulaymon podshohligida shaytonlar tilovat qilgan narsaga ergashdilar. Sulaymon kufr keltirgani yo'q. Lekin shaytonlar odamlarga sehrni o'rgatib kofir bo'ldilar. Va Bobilda 2 farishta Harut va Marutga nozil qilingan narsaga ergashdilar. Ikkovlari toki biz sinovimiz xolos, kofir bo'lmagin demasdan oldin hech kimga o'rgatmas edilar. Bas ikkovlaridan xotinning o'rtasini buzadigan narsani o'rganishar edi. Va ular u ila Allohning iznisiz biror kishiga zarar yetkazuvchi emasdilar. Va zarar keltiradigan, foyda keltirmaydigan narsani o'rganurlar. Va batahqiq biladilarki, uni sotib olgan kishiga oxiratda nasiba yo'q. Agar bilsalar, o'zlarini sotgan narsa qanday ham yomon. Agar ular iymon keltirib, taqvo qilganlarida, agar bilsalar, Allohning huzuridagi savob yaxshi edi. Ey iymon keltirganlar, ro'ina demanglar, unzurna denglar va quloq solinglar, va kofirlarga esa alamli azob bo'lur. Ahli kitoblardan bo'lgan kofirlar ham, mushriklar ham sizlarga Robbingizdan yaxshilik nozil qilinishini istamaslar. Holbuki
Alloh o'z rahmatini xohlagan kishisiga xos qiladir. Alloh buyuk fazl egasidir. Oyatlardan birortasini nasx qilsak yoki unuttirsak, undan yaxshisini yoki unga o'xshasini keltirurmiz. Albatta, Alloh har bir narsaga qodir ekanini bilmadingmi? Albatta, osmonlar va yerning podshohligi Allohniki ekanini va sizlarga Allohdan o'zga hech qanday do'st ham, yordamchi ham yo'qligini bilmadingmi? Yoki rasulingizdan bundan avval Musodan so'ralganidek savol so'ramoqchimisiz? Kim iymonni kufrga almashtirsa, batahqiq to'g'ri yo'ldan adashibdi. Ahli kitoblardan ko'plari o'zlariga haq ravshan bo'lganidan keyin o'z nafsi havolaridan kelib chiqib, hasad qilib, iymonli bo'lganingizdan keyin sizlarni kofir holga qaytarishni istarlar. Bas Alloh o'z amrini keltirgunicha afv eting va kechirib yuboring. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Namozni qoyim qiling, zakotni bering. O'zingiz uchun nimaiki yaxshilik taqdim qilsangiz, uni Allohning huzurida topasiz. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Va ular jannatga yahudi va nasora bo'lganlardan boshqa hech kim zinhor kirmas dedilar. Bu ularning xom xayollaridir. Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, dalilingizni keltiring deb ayt. Yo'q, kimki yaxshilik qiluvchi bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilsa, unga Robbi huzurida ajr bordir. Hamda ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Yahudiylar, nasoralar hech narsada emaslar dedilar. Nasoralar ham Yahudiylar hech narsada emaslar dedilar. Vaholanki ular kitob tilovat qilurlar. Xuddi shu kabi bilmaydigan kimsalar ham ularning gapiga o'xshash gap aytgan edilar. Bas ular ixtilof qilib yurgan narsa haqida qiyomat kuni oralarida Alloh hukm qiladir. Allohning masjidlarida uning ismini zikr qilinishini man etgan va ularni xarob qilishga sa'i harakat qilgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Ana o'shalar ularga faqat qo'rqqan hollaridagina kirishlari kerak edi. Ularga dunyoda sharmandalik bordir va ularga oxiratda ulkan azob bordir. Mashriq va mag'rib Allohnikidir. Qayoqqa yuzlansangiz, Allohning yuzi o'sha yerda. Albatta, Alloh qamrovi kengdir, o'ta biluvchidir. Va Alloh farzand tutdi dedilar. U zot pokdir. Balki osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Hamma unga bo'ysunuvchidir. U osmonlar va yerni benazir qilib yaratuvchisidir. Biror ishni hukm qilsa, unga bo'l deydi xolos, bas u bo'ladir. Bilmaydigan kimsalar Alloh bizga gapirsa edi yoki biror mo'jiza kelsa edi deyishdi.
xuddi shu kabi ulardan oldingilar ham ularning gapiga o'xshash gap aytgan edilar. Qalblari o'xshash bo'ldi. Batahqiq aniq ishonuvchi qavmlarga oyatlarni bayon qilganmiz. Albatta, biz seni haq bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik va sen do'zax sohiblari haqida so'ralmassan. Yahudiylar ham, Nasorolar ham ularning millatiga ergashmaguningcha sendan zinhor rozi bo'lmaslar. Albatta, Allohning hidoyati, o'shagina hidoyatdir deb ayt. Agar o'zingga kelgan ilmdan keyin ham ularning havoyi nafslariga ergashsang, senga Allohdan qutqaruvchi do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Biz kitob berilganlardan uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlari, ana o'shalar unga iymon keltiradir. Kim unga kufr keltirsa, ana o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchilardir. Ey Banu Isroil, sizga in'om etgan ne'matlarimni va men sizlarni olamlardan afzal qilib qo'yganimni eslang. Bir jon boshqa jondan hech narsani ado qila olmaydigan, undan to'lov qabul qilinmaydigan, unga shafoat foyda bermaydigan va ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqing. Esla, vaqtiki Robbi Ibrohimni kalimalar ila sinab ko'rganda, u ularni batamom ado etdi. U zot, albatta, men seni odamlarga peshvo qilmoqchiman, dedi. U, zurriyotimdan hammi? Dedi. U zot, mening ahdim zolimlarga hech qachon yetmas, dedi. Esla, vaqtiki baytni odamlar uchun masaba va omonlik joyi qildik va Ibrohimning maqomini namozgoh tuting dedik. Hamda Ibrohim va Ismoilga baytimni tavof qiluvchilar, muqim turuvchilar, ruku va sajda qiluvchilar uchun poklanglar deb amr etdik. Esla, vaqtiki Ibrohim, Robbim buni omonlik yurti qilgin va ahlidan Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarini mevalar ila rizqlantirgin, dedi. U zot, kim kufr keltirsa, ozgina bahramand etaman, so'ngra olov azobiga majbur qilaman va u qanday ham yomon boror joy, dedi. Esla, vaqtiki Ibrohim bilan Ismoil baytning poydevorlarini ko'tarayotib dedilar: Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta, sen o'zing o'ta eshituvchisan, o'ta biluvchisan. Robbimiz, ikkimizni o'zingga musulmon bo'lganlardan qil va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil. Bizga ibodatlarimizni ko'rsat, tavbamizni qabul et. Albatta, sen o'zing tavbani ko'plab qabul qiluvchisan, o'ta rahimlisan. Robbimiz, ularning ichiga o'zlaridan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, ularga kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan rasul yubor. Albatta, sen o'zing o'ta izzatlisan, o'ta hikmatlisan. O'zini bilmaganlargina Ibrohimning millatidan yuz o'girur. Albatta, uni dunyoda tanlab oldik va albatta, u oxiratda solihlardan bo'lgay. O'shanda Robbi unga musulmon bo'l, dedi. U, olamlarning Robbiga musulmon bo'ldim, dedi. Ibrohim o'z o'g'illariga va Yaqub ham: Ey o'g'illarim, albatta, Alloh sizlarga dinni tanladi. Bas,
musulmon bo'lgan holingizdagina o'ling deb shu millatni vasiyat qildilar. Yoki Yaqubga o'lim hozir bo'lib, u o'z o'g'illariga mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar deganida, ular sening ilohing va otalaring Ibrohim, Ismoil va Ishoqning ilohi, yagona ilohga ibodat qilamiz hamda biz unga musulmonlarmiz deganlariga guvoh bo'lganmisiz? Bular o'tib ketgan ummatdirlar. Ularga o'zlari kasb qilganlari bo'lur, sizlarga o'zingiz kasb qilganingiz bo'lur. Ularning qilgan amallaridan so'ralmassiz. Ular Yahudi yoki Nasoro bo'ling, hidoyat topasiz dedilar. Ayt, balki Hanif bo'lgan Ibrohimning millatiga va u mushriklardan bo'lmagan edi. Aytingiz, Allohga va bizga nozil qilingan narsaga, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodiga nozil qilingan narsaga, Musa va Isoga berilgan narsaga va nabiylarga Robbilaridan berilgan narsaga iymon keltirdik. Ularning orasidan birortasini farqlamasmiz va biz unga musulmonlarmiz. Agar siz iymon keltirganga o'xshash iymon keltirsalar, batahqiq hidoyat topibdilar. Va agar yuz o'girsalar, demak, ular faqatgina ashaddiy muxoliflikdadirlar. Alloh senga ularning yomonligidan kifoya qilur va u o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Allohning bo'yog'ini lozim tuting. Allohdan ko'ra bo'yog'i yaxshiroq kim bor? Va biz unga ibodat qiluvchilarmiz. Ayt, biz bilan Alloh haqida tortishasizmi? Holbuki, u bizning ham Robbimiz, sizning ham Robbingizdir. Bizga o'z amalimiz, sizlarga o'z amalingiz, biz esa unga muxlismiz. Yoki, albatta, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi Yahudi yoki Nasoro bo'lgan deysizlarmi? Sizlar bilimdonroqmi yoki Allohmi degin. O'z huzuridagi Allohdan bo'lgan guvohlikni berkitgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Va Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Bular o'tib ketgan ummatdirlar. Ularga o'zlari kasb qilganlari bo'lur. Sizlarga o'zingiz kasb qilganingiz bo'lur. Ularning qilgan amallaridan so'ralmassiz.